Barchaga assalomu alaykum. Fermer Ahmadov kanali obunachilari. Bugun xudo xolasa 25-yanvar hafta kuniga yakshanba. Indutka xo'rozlaridan bugun olib chiqdik. 3 dona indutka xo'rozdan oldik. Hop. Ko'rishlaringiz mumkin, shu xo'rozlarni oldik. Mana shu uchalasi. Ikkita qora bosh, bitta oq boshdan oldik. Iloj boricha qora bosh olishga harakat qildim. Shu 2 dona qora boshdan boshqasini topolmadim. Shunga shularni olib berdim. Hop, bosh oqini 110 mingga oldik. Yonidagi qorasi 140 ming bo'ldi. Oxiridagi kattasi 170 ming bo'ldi. Shu ishda qora bosh, ikkita qora bosh, bitta oq bosh indutkalarni oldik. Makonlarimizga qo'shib yordik. Makonlarimiz o'yib yurishibdi. Endi sekin-sekin makonga o'rganishyapti ular. Yangiligiga qo'shilib ketishgani ham yo'q. Bizda qor hamma yer chiqarib o'rganman. Qorda aynalab yurishibdi. Hop, g'ozlarni ham chiqarib o'raylik endi. G'ozlar ham chiqishgani yo'q. 2 kundan beri g'ozlarni ham chiqarganimiz yo'q. Aytganda qog'ozlar juda ham baland. Ularda o'zi maksimalda bir 3 dona boqish kerak ekan, undan oshiqcha. Xo'p. Endi xudo xolasa indutkaga xo'roz qo'shdik. Nariga oylarga tuxumga kirib ketadi, nariga oyda o'rtalariga xudo xolasa tuxumga kirib ketishadi. O'sha endi bemalol mashlarga tuxum tug'adigan joylarni yasasak bo'laveradi, yasashni boshlasak. Baqirishyapti ular. G'ozlar bilan indutkalar urushyapti. Endi ko'rishyapti-da, ular bir-birini urushyapti. Hop, jami bo'lib 14 ta makon bo'ldi. 3 dona xo'roz bo'ldi indutkalari bizda. Yana bitta o'zi makon olib qo'ymoqchi edim, 15 ta makon qilib qo'ymoqchi edim. Boshqa makon topolmadim to'g'risi. Mana qora bosh makonlardan olmoqchiman. Bunaqasini topolmadim. Shunga olmadim. Endi xudo xolasa nari hafta olib chiqamiz. Xo'p, keyin yana bitta bizda yangilik bor. Esinglarda bo'lsa, men quyonni qo'shdik dedim. Bugun tekshirdim. To'g'ri, kecha tekshirdim. Urug'langan, qonida bolasi bor ekan. Shunga genizolarni qo'yib berdim oldindan. 12-da qo'shganman. Bugun 25-13 kunlik bo'libdi. Xudo xolasa yaxshi. Bitta erkak quyonimiz turibdi. Kaliforniya. Shunaqa quyondan olmoqchiman, Kaliforniyadan hech topolmayapman yaxshisini. Yaxshi chiqsa puli qimmat bo'lyapti, arzoni chiqsa sifati yaxshi bas. Shunga ololmayapman hozir. Endi xudo xolasa bu quyonimiz ham 29 kun, 30 kunlarda tug'adi. Bu tug'sa, buni bolalarini katta qilib olsa, onasiga qo'shib bolalari bilan sotib yuboramizda, uni Kaliforniya quyonlaridan olamiz. Faqat bir xilda shuni Kaliforniyadan ko'paytirmoqchiman. Xikolga ham qiziqdim. Endi xikollarni puli qimmatroq, toza zotini topish qiyin. Shuning uchun hozircha shu Kaliforniyadan boqib turibman. Bu qoshli kalif, mana qoshlari ham bor. Endi sekin-sekin chiqyapti. Xudo xolasa quyonimiz tug'ib olsa, keyin Kaliforniya qiz quyonlaridan olamiz. Qor yoqqaniga qaramasdan bizda quyosh ham chiqib ketgan. Bir dona shu to'g'im qoldi. Eslarda bo'lsa, o'tgan videolarimda aytganman, to'g'larimiz o'lib ketdi deb. Maza qilib qumda cho'milib yotibdi bu quyosh tagida. Endi o'tganamiz esa shetlarda yurishibdi. Bu 170 mingga olganim, ammo o'zimga rosa yoqdi. Bu kalla ham qora ekan, ham betlarigacha qop-qora ekan bu. Kamerada bilmag'ana ko'rinyapti. Hatta ham katta, ham qop-qora ekan. Yerga bug'doy sepib beryapman, qorning ichiga. Qor bilan bug'doylarni yeyishyapti. Onsa ham rosa chiroyli ekan. Ko'ringlar.
Juda chiroyli ekan, shu ham tim qora. Betlarigacha qop-qora ekan. Endi bular o'tgan yilgi bahorgi jo'jalar. Narigisi bilmayman, u 2 tulagan bo'lsa kerak. Bularga qaraganda lekin yoshi katta. Ikkita xo'rozga qaraganda yoshi katta uni. 2 tulay bo'lsa kerak. Bozorda bir aytali bir yaxshi narsa ham chiqmadi. Bozorda video qilaman degandim. Shunga bozorda video qilmay qo'yardim. U indutkalarni ham olib sotarlardan oldim. Ikkita qora boshli, oq boshli dehqon odam chiqdi, shundan oldim. Mana shu oq boshli bitta sherigi bor edi, qop-qora. O'shuni olmoqchi edim. Borganimda savdo qilishayotgan ekan, olib ketib qolishdi. Qorasini 130 mingga olishdi. Keyin men buni so'rasam, u bo'ldi, bu bo'ldi, 110 mingga ko'nishdi, oldim. Keyin dehqonlardan so'rasam, bir ikkitasida chiqdi, mana qora boshlar 200 mingda pastda bermaymiz deyishyapti. Olib sotarlar arzonroq sotyapti dehqonlarga qaraganda. Shunga olib sotarlardan olib berdim ikkitani. Bunisi 140 ga, narigi kattasi 170 ga bo'ldi. Xudo xolasa endi ertadan yo bugundan уже tuxum to'ydan joylarni qilib qo'yaman. Уже bular narigi oyga tuxumga kirishni boshlashadi. Tuxumga kirib ketib qolsa, xudo xolasa yana videolar qo'yamiz. Anchadan beri video qo'ya olmadim, sababi birorta yangilik bo'lmadi. Shunga video qo'ya olmadim. Endi xudo xolasa yangi videolar kutinglar. Xudo xolasa tuxumga kirib ketib qolsa yana bir video qilib chiqaraman. Mana yerda bir dona oppoq indutkamiz bor. Bu ham yuribdi. Ularni oyog'i so'qatyapti shekilli, ichkariga kirib olishyapti joylariga. Mana. Mashlar ham o'ta go'zal, qaranglar. Qora boshlar. Endi maytlarga e'tibor qilmaysizlar, tozalaganim yo'q. Endi xudo xolasa bugun hamma yo'g'ini tozalab, shipirib, tuxum to'yadigan joylarni qurishni boshlaymiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishgungacha.